buxgalter olish kerak. Men endi oddiy dehqon odam endi kelgan yosh boladek gap endi o'sha paytlar yoshlik ham qilganmandir balkim. Fermer xo'jalik hujjatlarini yaxshi tushunmagan Oqi Jumayevni fermer xo'jaliklarining buxgalteri qilib bir nechta 10 dan va 20 tami fermerlarimiz to'da bo'lib shu Oqi Jumayev buxgalterligimizni qilib yurar edi. Oqi Jumayevni yozuvi Oqi Jumayevni o'sha 20 ta fuqaroni o'sha bog'dorchiligini buxgalterini qilib yurgan o'sha buxgalter hozirgi kunda hammani yerini o'zlashtirib oldimi o'ziga? Hammasini. Demak, qolganlarni ham shunday soxtalashtirib olgan demoqchisiz. Balkim endi ularni eng qiziq mana bitta savol men yana ham aytaman, buning uchun Surxondaryo viloyatiga shaxsan o'zim Yangi yilga tashrif buyuraman. Uni xudoning videomda ham ko'rasizlar. Yerni aksionni bu fuqaro sotib olgan bo'lsa, bu ariza buniki bo'lmasa, qaysi arizaga asosan, kimning arizasiga asosan sizlar yerni o'zlashtirib berdinglar boshqa fuqaroga? Tuman hokimligi qanday qilib yerni sizlar zaxiraga oldinglar? O'zi rozi bo'lmasa aksiondagi yerni. Bu fuqaro nechta molingiz bo'lgan? Mollaringiz qanchasi ketgan, qancha zarar qilgansiz? Ayting ommaga, mana shu qancha rasxodga tushirdi bular? Men o'sha vaqtlar ondan oshib Rolls yerga men xarajat qilganman. Endi katta pul edi, o'sha vaqtlar solib berish qiyinroq edi. Aka-ukamdan yig'dim, boshqa qildim, o'zimdan chiqmadi. Baribir shu fermer xo'jaligimda o'zimda naqddan 15 kun muddat ichida to'lab berganman. Mana shu ko'ryapsizlarmi, 10 dan ortiq nari molga sotib olganlar yerda aksionni aytishlar bo'yicha. Bugungi kunda xo'p, meni murojaatim, men aytdim, Oqi Jumayevga men fermer xo'jaligimda o'zimga qayirib beringlar. Men Qozog'istonda ishlab yurgan deb aytayapti, bekarni gapirdi. Matbuot xodimi O'ral aka, siz eshitib qo'ying. Men Qozog'istonda ishlayotganim yo'q edi. Men Qozog'istonda emas, men Toshkent shahrida oyog'im gipsda edi o'sha vaqtlar. Men oyog'im sinib qolgan. Xullas nima xohlaysiz hozir yuqori turmush tashkilotidan yuqoriga boramiz. Yuqori turmush tashkilot bularning yolg'on men murojaatim bari shu vaqtga qadar yolg'ondan yopildi. 35 so'mlik tomorqa so'rayapti. Alisher fermer xo'jaligining rahbari 35 so'mlik tomorqa so'rayapti dedi. Men hech qachon tomorqa so'ramaganman. Ishlab beribdi, ish haqlarini o'z vaqtida berib borilyapti deyilgan. Ishlab yuribdi deb keyin bandlikka ko'maklash markaziga murojaat qildim. Meni ishlab yuribman, ish haqlarini o'z vaqtida berib borilyapti. Qani meni ish haqim biron narsa ko'rsatib berilasizmi deganda, yo'q, bu mutlaq ishlamaydi degan yolg'on. Yoki bo'lmasam pechat bosyapti boshqa shaxs. Xullas sizni ishga olingan, sizni stajingiz ketyapti, lekin siz o'rda oylik olmayapsiz. To'g'rimi? deb yopyapti yolg'on ma'lumot bilan. Lekin aslida bandlikda siz haqiqatan ishlayotgan bo'lib chiqdingizmi? Yo'q, ishlaganim yo'q. Sizga kim aytdi ishlayapti deb? Murojaatimda mana shu Oltinsoy tumani mutasaddi rahbarlari, shaxsan qaysi tashkilotlar? Hokimiyatdan bu hurmatli, yana bir marotaba aytaman, Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosim janoblari, men shaxsan Yangi yildan keyin boraman, xudo xohlasa siz bilan shaxsan o'zim video efir qilaman. Oltinsoy tumani hokimligini shaxsan o'rganib chiqamiz. Xullas, keyingi video efirlarimda meni kuzatib boringlar. Xudo xohlasa Surxondaryo viloyatiga boramiz. Natijasini ham kutinglar, bu ishni ham tagiga yetamiz. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, qonun oldida hamma bir xil javob berishga majbur. Qonun ustuvor bizda O'zbekiston Respublikamizda. Men shuni bilaman. Men qonunga bo'ysunaman. O'sha konstitutsiyamizdagi chiqarilgan qonundagi moddalarga bo'ysunaman. Kimlarning tashkilotlarning ichki qarorlariga hayotda bo'ysunmayman. Xullas, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi video efirlarimda kuzatguncha salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.